2024-yilda bir 7000 mi iste'molchilar tomonidan murojaat kelib tushgan bo'lsa, 2025-yilda bir 30 000, hozirgi kunda mana 2026-ni mana shu 3 oyda 50 mingdan ortiq murojaatga tushdi. Yani bu nimadan dalolat beradi? Bu iste'molchilarga biz ochiqligimiz, iste'molchilar muammolarini hal qilayotganimiz, buni shaffof yoritayotganligimiz va buni oqibatida shu iste'molchilar o'zlari huquqlari bo'yicha bizga murojaat qiladi. Jamoatchilik bilan doim ishlashga tayyormiz. Qaysi masala bo'lsa, iste'molchilarning manfaati va huquqi yotsa, u yerda hozir aytilgan qurilish sohalari, xizmat ko'rsatish sohalari, tabiiy monopoliya subyektlari ham bundan mustasno emas.